O'shdan salom. Yaqinda bordim Qirg'izistonga. U yoqda ham juda ham chiroyli. Mana Farg'onada konsertim bo'ldi. Hali Xudo xolasa YouTube'da ko'rasizlar. Aytaman-ku, men juda ham minnatdorman. Avvalo Allohdan, qolaversa sizlardan, xalqimizdan, ota-onamizdan umringlar uzoq bo'lsin. Bizdan shunaqa podдержка qilasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarning orqanglardan Alislarga yomon gapirishga ham qo'rqaman, qattiq gapirishga ham qo'rqaman. O'shaning uchun umringlar uzoq bo'lsin. Haqqingizga duo qilamiz. Sizlar mana haqqimga duo qilinglar. Ana endi hozir ayol haqida qo'shib aytsam, ayol bo'lish osonmi? Qiyin ayol bo'lish, to'g'rimi? Ona bo'lish ham, ayol bo'lish ham qiyin. Qo'shiq aytamiz. Hammalar oldimda shunaqa chiroyli turibsizlar-da. Xolisam qo'shiq aytishchi. Ayol qo'shig'i, Yulduz Usmonovaning bir qo'shig'i bor. Men har doim o'zimga mana shu qo'shig'im qaysidir ma'noda insonga dalda bo'lar ekan. Umr o'tgan sari odam qarigis kelmas ekan. Qaniydi qarimasam deb o'ylab o'tiraveraman. Lekin baribir qaraymiz. Yuzni qildirsang, qo'ling sotib qo'yadi. Qo'lni qildirsang, bo'yning sotib qo'yadi deydi-yu. Nima bo'lganda ham chiroyli yashaylik. Ma'mmatda toza qilaveraylik. Bu yoqdan ufurib turaveradi go'zalligimiz deydi-ku. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Mana. Chiroyli bo'lgan ekanman-ku. O'zingizni seving ayollar.